Instagramda hozir qulog'i katta arashan qo'ylar trendga chiqyapti. Bizda mana qo'ylar uchun, trendli qo'ylar uchun yemlarimiz trendga chiqyapti. Qo'ylar uchun mana aralashma yemlar. Tarkibi makka, arpa, bug'doy, semichka shirot, tuz bo'ladi. Trendli qo'ylarga beraverasizlar bemalol. 12 kilogacha semirtiradi. 11 oydan o'tgan bo'lish kerak qo'shqorlaring. Oyiga 12 kilogacha semirtiradi. Hammasi yorma holatda, un holatda emas. Qo'ylar uchun bemalol hazm qiladi, semirtirish yaxshi. Effekti, rezultati zo'r bo'lyapti. Bemalol berib ko'rishingiz mumkin sizlar ham. Shu brend ostida shu nomerlarga telefon qilaverasizlar mana. Manzilimiz Dang'ara tumani, Jilva qishlog'i. Buqalar uchun ham yemlar bor mana. Bir oyda 50 kilo, 60 kilogacha semirtiradigan yemlar buqalarniki. Nomerlar mana, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.